Al-Haviyya yakuniy va judayam chuqur daraja. Barchasidan eng yomoni do'zaxning qa'ri. Yorug'lik yo'q, issiqlik yo'q, oxiri yo'q, faqatgina tubsizlik. Al-Haviyyaning ma'nosi ulkan chuqurlik va bu barcha gunohkorlar uchun eng yomonidir. Munofiqlar bu odamlar o'zini go'yo iymon keltirgandek ko'rsatdi, lekin ular iymoniga yashirincha xiyonat qildi. Ular o'z mavqeidan foydalanib boshqalarni manipulyatsiya qilish, aldash va yo'ldan ozdirish, haqiqatga qarshi harakat qilishda o'zlarini solih qilib ko'rsatishdi. Jazo faqatgina olov emas, bu abadiy qulash. Al-Haviyya aholisiga hech qachon to'xtashga ruxsat berilmaydi. Ular doimiy ravishda erkin qulashda, ular doimiy ravishda erkin chuqurroq va chuqurroq cho'kadi. Quruqliksiz, devorsiz, tayanchsiz, boshlanishi va oxiri yo'q. Faqatgina hech qachon qochib qutula olmasligingizni bilib turasiz. Hech qachon kechirilish yo'q va hech qachon qulash to'xtamaydi. Endi siz bilasiz, jahannam bu bitta daraja emas, balki yettitadir. Ularning har biri bizning tanlovlarimiz bu hayotda nima uchun muhimligini eslatib turadi. Ammo asl savol shuki, biz to'g'ri yo'lda qolish uchun nima qilishimiz mumkin? Xo'sh, biz Allohning rahmatini olishimiz kerak. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'ling va like bosing. Chunki islomni o'rganish oson va hayotni o'zgartirish zarur. Alloh barchamizni to'g'ri yo'lga hidoyat qilsin. Keyingi safargacha assalomu alaykum.